Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar, muhtaram do'stlar. Jon Ajam ovozi bilan Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar programmasiga xush keldinglar. Men bugun bu program orqali butun Uyg'ur Yevropa ansambli a'zolari nomidan bizni qo'llayotgan qo'llovchilarimizga, bu programmani suyib ko'rayotgan ko'rmanlarga va bu gapni anglab tushunayotgan, Uyg'urchani bilayotgan ajnabiy do'stlarga bu yerdan yurakdan o'tliq salom yo'llayman. Aziz do'stlar, nereden keldik? Birinci bölüm başlagan vaqtimda nurg'un terler içinde, nurg'un oy fikirler, qanday qilama, qanday bo'la degan yerimga borammi, o'ylagan nishonimga yeta olamanmi? Nurg'un savollar bunga o'xshash. Ammo hozir mana 10 bölüm bo'lsa, onun 25. bölümga keldim. Bundan bek xo'shalam, hayajonliq ichidaman. Ammo unda burunqidek o'ylashlar yo'q. Undaq terler içinde emas. Hazır fakat oyladığım bugün içimdeki bu programı sunulan sözlerimde kavalsam, mihminimi çağırıp alsam, onun için bu programda en üzerime yargıdak, en az hatalıklar bilen görünmelerimi sunsam, onun için görünmelerim bunu yaxşı görse, diyen fikirlerde. Onun için yeni bir mühim bir hoşallık işten birisi yüz verdim. Aldığım kapta. Bir hadimiz telefon qildi, menga gap qildi. Shu chet eldagi bir hadimiz. Ukam bek yaxshi qilibsiz. Shundaq bir yo'chuq bor bizda. Shuni o'rnini to'ldirib bek to'g'ri ish qilibsiz. Xo'sh bo'ldim deb ukam deb gap qildi. Men o'zimning ko'ngildagini hadimizga dedim va bugun 5-bölüm bo'lg'achqa bu yerdami bir sizlar ko'rmanlarga, do'stlarimga içimdeki bu fikrini ortaklaşsam deb o'yladim. Çünkü bu san'atkorlar bir xalqqa, bir sahnaga ehtiyojliq. Bizde bu yo'q. Bo'libmi biz bu musafir bo'layotgan Uyg'urlar har qaysi davlatda yashayotgan, Amerikada yashayotgan bo'lsin, Turkiyada yashayotgan bo'lsin, Yevropada yashayotgan bo'lsin, Mel O'rta Osiyo, Qozog'istonda yashayotgan bo'lsin, sahnamiz oz. Balkim O'rta Osiyo Qozog'iston, Almatudagi qarindoshlarımızın biraz sahnasi xalqi jiq bo'lg'achqa balkim ularning imtiyoz bizdan biraz yuqori. Ammo boshqa bu ellardagi Uyg'urlarimizning, san'atkorlarimizning sahnasi yo'q, xalqi yo'q. Çünkü bir shaharda bir qancha odam yashaydi, bir qancha o'n nafar odam yashaydi. Biz shuning bilan to'xtab qolamiz. Shuning uchun mening o'ylaganim bo'lsa hamma davlatdagi YouTube kanalini izlayanlar bo'lsa, buni ko'ra oladi, bu san'atkorning qadrini bildi, balkim bundan foydalanishni bildi va bu san'atkorlar bilan men yuz ko'rish bo'lgan ekan, foydalanish kerak bo'lgan insonlar aloqalashib, o insonni izlaydi. Degan umidda, degan bu fikrimda bu kanalni, bu programmani huzuringizga sunish niyatida bo'ldim. Ve bugün bunu 5. bölümde bu fikrini hemberleniş niyeti de bunu sizle anlatayım. Şuna ben bu sanatkarlarını kazalısam, size göstersem, sizler bu görmeler bizden halkımız, bizden bu sahnemiz. Çünkü sizler bu musanlar bu programının hiç benim bu yer kuruk yaklaşımının yani bir sanatkarının, yani bir nakışçının, yani bir usulcunun bu yer kep kılışı hiç nimaga arzimaydi. Yani xalqsiz san'atkor hech qanday bir ish deymi, turklar ish deydi. Yani hech nima emas. Shuning sizlarning qo'llashinglarga va bu programmani ko'rayotgan bo'lsanglar, texnik do'stlaringlarga bir tavsiya qilib qo'ysanglar, biz chunki bu Uyg'urcha gapirishyapmiz, Uyg'urcha baranlashyapmiz. Uyg'urdan boshqa tushunmaydi bu programmani. Yani mening qadrimni siz bilmasangiz, sizning qadringizni men bilmasam, bizning bu Yevropada, Amerikada chiqib bu yerda Uyg'ur bo'lib yashayotganimizning ahamiyati qolmaydi. Ko'p so'zlamay 5-bölümde hayajonlanib ketdim. Qanamsa her bölümdeki o'xshash sizler güzel insanlar için bugünün güzel sözünü qalbingizga sunsam, yaxshi ko'rsanglar, xo'sh bo'laman. Besh do'stim deydi ki, mendeki kemçilik, mendeki ötküzülgen burun ötküzülgen hatalıklar olsun. Bu mende bir negatif bir enerji ekavatıdı. Bana bir
isim ekavatıdı. Yani davamlıq tərəqqi qilishim üçün, bir iş qilishim üçün, bir insanın aldığa qarşısına chiqishim üçün bir isim ekavatıdı degan bu fikrni so'zlagan bo'ldim. Men shu bu do'stlarimga yoki mushundaq bir fikrli bor bo'lgan do'stlarimga bugungi so'zlarni taqdim etmoqchiman. Men xatoliklar bilan bir insonman. Xatoliksiz bir Alloh tarafidan so'yilgan. Dardlarimni suyman, chunki bu dardni berganning meni suydiganligini bilaman. Yaxshini izla, to'g'rini izla, ammo xatolik izlama. Xatolik yoki kamchilikda ko'ringan tarafingiz asli ichingizdagi javhiringizning go'zalligingizning boyqilish uchun sunilgan bir qimmatli fursatdir. Shuning uchun diqqatingizni har vaqt negativlikqa bermay, bu orqali qanday bir go'zal fikrlarni amalga oshira oladiganligingiz to'g'riliq izlaning. Buning bilan mencha texmi yaxshi, go'zal bir ishni vujudga oshira olasiz. Ama bu deganlar bir kun bilan bo'lmaydi. Shuning uchun o'yingizni, bu fikringizni har vaqt, har kun mashq qilish orqali, davomlashtirish orqali yaxshi bir usul natijaga erisha olasiz. Bu mening sizlarga qilgan taklifim. Agar yoqqan bo'lsa, mushni bir tajriba qilsa, balkim yaxshi bo'lsa. Qani amsa yana bugunning go'zal mehmoni sizlarning huzuringizga sunmoqchi bo'lgan aziz qarindishim, yana bugungi Uyg'ur Yevropa ansamblimizning g'olliq a'zolaridan yuqori ovozli naqshchimiz Nurali Xushovoz qarindishimni sizlarga mehmon sifatida taklif qilmoqchiman. Allah xolsa javob bera, men bir ekranliq chaqirib boqay. Assalomu alaykum Nurali adash, qanday ahvoling? Yaxshi turamsan? Tinchlik turamsan? Selam. Aleyküm assalam Ömercan adaş. Yaxshi tudum, obdan tudummi? Yaxshi, rahmat, men yaxshi. Uzun bo'pti ko'rishamoq. Mana program orqali sizni mehmon qilib degan chaqirib oldim. Amsa adash, bugungi hammamizning uydagi vaqtida qanday o'tyapsizlar? Nima ishlarni qildinglar? Bir qisqacha bir anlatib bersang. Men shu uyda to'liq kino ko'rib, ondan keyin o'zim Uyg'urcha kinolarni ko'rma. Yumorlarni ko'rib qo'yma. Ancha-muncha bekor bo'lgan vaqtlarimda hamda bir chiniqib qo'yma. Shaq-shaq, chiniqish degandek. Yaxshi. Ish qilib aktiv holatda yashayapsiz herhalde, ko'zdaymisan. Rahmat. Amsa adash, deganimdek bugungi 5-bölümge seni Nurali Xushovoz seni mehmon qilib taklif qilib oldik. Şuna seni tanımaganlar üçün bu ekranda yana bir qitim o'zingni bir to'liq qisqacha detayli bir tanıtib o'tsan. Bo'ladi. Mening ismim Nurali Xushovoz, familiyam Xushovoz. O'zim vatanimiz Sharq Turkistonning Urumchi shahrida tug'ilgan. Hozir bo'lsam Gollandiyada turyapman. Gollandiyada yashayapman hozir. Rahmat. Adash amsa programның davomida sening bu uyda mushtaq abay deganingdek chinib qo'yatman, kitob o'qidim, kinolarni ko'ryapman deysa, bo'lsa bir tavsiya qiladigan ekran oldidagi do'stlarga, qarindoshlarga tavsiya qiladigan bir narsalar bo'lsa, olib qolsam. Men meni tavsiya qiladiganim shu uyning ichida hozirgi shu kasal Xitoy virusining sababi bilan nurg'un insonlar uyda turadi. Shu sababdan ancha-muncha bekor bo'lgan vaqtlarda kitob ko'rib, kino ko'rib, bekor vaqtlarda ancha-muncha bir chiniqib bersa, badan sog'lomligiga yaxshi. Mening shu tavsiya qilganim. Rahmat. Amsa navbatdagi savolim, bugünkidek mush kunga davomlashib kelgan hayotingda ko'nglingda qolgan, qilmay qolgan, afsuslangan bir ishing bo'lsa, uni olib qolsam. Bo'ldi. Meningki shu qilmay qolgan ishlarim bo'lsa, men chunki men ota-onamni kichik qolgan, ko'proq beqib, nurg'un davlatlarni sayohat qildirib, masalan, cho'giltib, ota-onalarimni
nurgun yerlerini çökültüp seyahat kıldırışını şimdi ümidim battı. Ama ata-anam vaqtincha butun dunyodan hoşlaştı. Allah xolisa, Allohga shukri, ata-onamninki duosi bilan shunda turyapman. 4 balam bor hozir. 3 o'g'il, 1 qiz. Allohga shukri, men o'zimni shunday baxtli his qilaman. Birinchida avvalo Allah, undan keyin o'sha ata-onamning duosi bilan mush kunga erishdim deb qarayman. Adaş, ko'ngilni yerib qilma. Xudoyim Alloh ularning yotqarini jannat qilsin. Bu fursatda, bu sening bu gapingning fursatida bugun mana bu ko'rinishayotgan kunimiz qadr kechasi bo'ldi. Bo'lsa sen bugun kechada qaraq duo qilsang, Alloh bo'lsa boshqa ota-onalarimizga, o'lib ketgan qarindoshlarimizga hammasiga duo qilib qo'ysa. Amin. Rahmat. Anandan keyin vaqtim deyman, yaxshi ko'rgan savolim deb, Uyg'ur Yevropa qanday a'zo bo'ldi? Buni aytib ber. Bu bir yaxshi savol oldi. Shu Uyg'ur Yevropa ansambliga qanday kirdim deganda, shu Gollandiyadagi qadrlik, suyimlik isil ag'inam Tahirjon muzikant, bu Tahirjonninki tavsiyasi bilan shu nima kirdim, shu Uyg'ur Yevropa ansambliga kirdim. Bir kuni qarsam telefon qildi. Adaş müştabir yanıdan müştabir Uyg'ur Yevropa ansambli qurilibdi, qurilmoqchikan. Müşayga bir qanday qaraysizlar müşay kirdiganga men shu sizlarni bir tavsiya qilgandim dedi. Bo'ldi dedim. Shuni bilan kirib shu Uyg'ur Yevropa ansambliga qatnashdim. Kirdim. Uyg'ur Yevropa ansamblida shu qarindoshlarimiz hozir oldiga 17 qarindoshimiz bor. Shunday bir-birimizla shunday ijil, inoq, yaxshi o'tyapmiz. Shu Tahirjon qarindoshimga ko'p rahmatimni aytaman. Shu Uyg'ur Yevropa ansambliga kirganimga. Ya'ni shu barliq shu Uyg'ur Yevropa ansamblidagi barliq aziz ustozlarga, qarindoshlarimga rahmatimni aytaman. Rahmat. Har qismida Muxtar akamni tilga oldim, chunki Muxtar akamning yig'ib kelgan kesbdoshlarimizning, san'atkorlarning jiqliqidan bugun mana sana sabab bo'lgan Tahirjon ekanda, mana. Sana rahmat adash. Uyg'ur Yevropa ansambliga xush kelding. Bir rang qatding egiz ovozlaring bilan. Qilak ansamblning gapini va san'atning, muzikaning gapini qatgan vaqtimizda bo'lsa shu programmani o'tirda bir ko'ngil so'g'an bo'lsa, ya bir naqshang bo'lsa, bir anglsak do'stlarimizmi, ko'rganlarmi bir baho bersa. Bo'ldi, rahmat. Men o'zim yaxshi ko'radigan shu Asqar Muxtarninki Oshiq hasrati degan naqshni kang xalqqa gitar bilan o'rlab beray. Bo'ldi, rahmat. Salam yasan yarıma gelmedi cevap, güzün yoldan igarının yoluna kara. Salam yasan yarıma gelmedi cevap, güzün yoldan igarının yoluna kara. Taymo yolum saymo bilmedim yarım, perişanman halim yok, yıldızlı sana. Yardım kararı ya ki toştu mu, yanımdan ağrınıp yüreğim kandı mı? Kılgan bolsam yamanlık etqana yarım, ya bolmasa köngülni biri aldı mı?
ovozingni deb bermisin. Rahmat adash, rahmat. Amsa so'llar yana davom qilg'isi. Bu da savol, bugungi kunlarda bu uyda qol mazgilida nimani eng seg'inding? Bu uyda qol mazgilida mush talog'i ko'proq chiqdim bolalarım bilan, masalan, kinoxonalarga berish va yoki hayvonotlar bog'chasiga berish degandek. Ammo shu kasal sababdan talog'i chiqolmay qoldik. Asosiy mush bolalarimni talog'i chiqib bir aylantirib, o'ynatib degandek ishlarni qilibdik ancha-muncha. Ammo shu talog'i chiqolmay qoldim. Shuni bekrak seg'indim. Bu yerlarga borolmay qoldik hamda. Shu adash, hozirgi kunlar hammamizning uyda o'tirishga sabab qoldi. Amsa bundan keyingi savolim, bu uyda qolayotgan vaqtlarda, yani tomoqni qaysinglar jiqirab ko'proq yetyapsizlar? Shuni deb bilmamsan. Bu savolga tomoqni endi asosiy ayolim yetadi. Ammo men ba'zida to'liq yordamlashkim kelib, yordamlashib qo'yman. Chunki o'zim tomoq bak amroqchi endi. Tomoqqa o'zim ajoyib endi ish qilib amroq. Mening anlaganimda adash qardoshlardan bu Nurali tomoq yetishga ajoyib usta. O'sha ayoliga tomoq yetkazmay o'zi yurib ketgan deb anglab, shu tomog'ining ta'mini bir bilib boqqan bor. Bu dafamamsa bir reseptlarni. Burada qiziqarli savolni buni so'radim. Men chunki endi men qanday deymiz? Men chunki burun vatanda oshpaz maktabda o'qigan, restoranlarda masalan, restoranlarda tug'an. Shu sababdan o'zimni shu vaqt o'zimninkimi asos bor endi. Chunki men yerim oshpaz desam bo'ladi endi. Shuningga bir xil bu yerda ba'zida qilgan ishimiz bo'lmagandan keyin ba'zi ishimiz qilib ayolimizga yordamlashimiz keldi ekan. Onun ekandan bolalarimiz kichik, hamma ishni ayol kishiga tashlab bergili bo'lmaydi-ku. Shuningga tang billa nim bo'lsa tang elib berib, ig'irini kishilar bilan tang yordamlashib degandek har xil. Lag'inam esil. Ayolim, bolarim degan vaqtingda bo'lsa hozir azroq qisqashtirayotgan ismlarni olib qolay. Ayollarning, bolalaringning. Meniki ayolim ismi Aygül bo'ldi. Bolalarim bir qizim, 3 o'g'lim bor. Cho'ng qizimning ismi Zamira. Bak aqlli cho'ng oldi. Ma cho'ng o'g'limning ismi Abdurahmon. Ikkinchi o'g'limning ismi Abdullah. Uchinchi o'g'limning ismi Zulqar. Rahmat. Buni olib qoldim, yaxshi oldi. Amsa davomli savollar. Adash, unda bo'lsa keyingi savolim. Yana bu hozirgi uyda qol vaqtida uyda o'tiryapmiz, taloq chiqolmayapmiz. Mushu kunlarning yaxshi tarafi, ya'ni ko'nglingdagidek bo'lgan tarafi, bu taraflarni bir anlatib bergin. Bu uydagi hozirgi yaxshi taraflarda uyda o'tirsak, ancha-muncha darsimizni masalan burun başta o'rgangan darsimiz masalan til darsi bo'lsin, til darslarimizni takror qila oladiganmiz. Ancha-muncha bolalar bilan birga o'tirib, o'ynash berib, bolalarga bir ota-onalik mehrni birga yanada turib ancha-muncha mehrimizni bera oladiganmiz degandek endi. Ya'ni burunga qaraganda oilaga ko'proq vaqt beradi ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Gollandiyaning ahvolini oldin qitim tarjimalar bilan paranglashgan chog'da asosan avvaldan ya'ni egalladik. Sen bo'lsa o'zinglarning bularlik lokal deydi, o'sha shahringda bo'layotgan o'zgarishlar, ya'ni qoida qonunlar bo'lsa, qisqa so'zlab bersang, unimi olib qolsam. Başlangan vaqtida bu uydan faqatla taloq chiqolmadik, jiddiy shunchalik bir endi sarosima o'chib ketdik. Ammo hozir biroz yaxshilanish qarab o'zimizda inshaalloh barbara yaxshilanib ketadi deb o'ylayman. Alloh xolsa. Xudoyim bo'lsa. Shu Alloh hozir hammamiz butun davlatlarda asta ichib berish, yenik miqdorda boshlash ishni davatidi. Yaxshi bo'lib ketdi. Bu virusmi tugab,
günümüz yaxshilanib, fikrlarimiz qilayotgan ishlarimizni sekinde yani xalqning oldida tomoshabinlar bilan qilish umidimdaman. Xudoyim biz bunga yetamiz. Amsalash İnşallah. programının oxirida yana bo'lsa ko'nglimdagi bir naqshdan birni talab qilaman, chunki bizning qiladigan ishimiz shu san'atkor bo'lish sifatimiz bilan naqsh etib berish, ko'ngildagidek qiziq so'zlarni qilib berish, chiroyli so'zlarni qilish, ya'ni jiddiy sen degandek stressda bo'layotgan insonlarning shu fiziklik jihatdan bir chiqib bermagandan keyin ideya jihatdan bo'lsa-mu go'zal bir narsalarni sunish bu bizning vazifamiz deb o'ylayman. Shu bo'lsa yana bir naqshangdan, chiroyli naqshangdan birini aytib bersang, anglsak, huzurlansak. Bo'ldi, rahmat. Mushu barliq aziz qarindoshlarga mushu Janonga so'z degan naqshini o'rlab bersam. Kapkara koy gözlüğüm aydın takalayman seni sorsa üstüne aydın cevaplayman seni sorsa aydın cevaplayman seni kapkara koy gözlüğüm kaygıda kaldı bu beşim kapkara koy gözlüğüm kaygıda kaldı bu beşim kançı yağmur toxtadı toxtaydı göz yeşil kançı yağmur toxtadı toxtaydı göz yeşil kapkara koy gözlüğüm taşını kıysan çok kara kapkara koy gözlüğüm saçını kıysan çok kara aydıyında gelmesen olmamdı bak ön yara aydıyında gelmesen olmamdı bak ön yara olmamdı bak yara Rahmat adaş, avazını tekrar etmem misin? Amsi programının akıda bana yoki programga yoki bu ko'rmanlarga, aziz izləyicilərə
do'stlarga qilgan ko'ngil so'g'ingni, so'zlaringni desang, shuning bilan biz xo'shlashsak, sana rahmatimizni bildirsak. Buldim şu birinciden şu programmani san'atkorlar programmasiga meni taklif qilganingga rahmatimni bildiraman. Ondan keyin barliq qarindoshlarimizningki şu ulug' Ramazon iyida Ramazonni xotirjam yet ayamlarni xo'shal xo'ram o'tkazishini Allohdan tilayman. Ondan keyin hamda şu Uyg'ur Yevropa ansamblining texmo ro'naq tepishi va xalqimiz uchun ko'p hassalarni qo'shishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat adaş. Bu güzel tilaklaringa, güzel sözleringe rahmat. Men şundan başlap bütün qarindoshlarımızning, Uyg'urlarimizning texim xo'shal xo'ram kunga yetaylarni yaxshi o'tkazib, bo'lsa qiyinchilikda bo'lgan qarindoshlarimizga qo'limizdan kelgancha yordamni qilib, bir-birimizni yo'lab sog' salomat o'tishimizni tilayman. Rahmat amsa, Allohga omonat adaş. Allohga omonat. Qarindoshlar, hamsa bugungi bu san'atkorlar programmasining 5-bölümü inşallah yaklaştı. Ayaklaştıktan burun yana tekrar sizlarga yetkazgan fikrim yani her yerde, her qaysi şehirlerde, qaysi devletlerde shundoq san'atkor bo'lish, yani bo'lgan va buni texim taraqqiy qildirishni xohlagan, mushtaq bir insonlarni bayqagan do'stlarimiz bo'lsa, menga bir fikr bersanglar, tavsiya qilsanglar, bo'lsa aloqalash nomerlarini qoldirib qo'ysanglar, men aloqalashsam, men qalsam, shularni bu program orqali sizlarga texim jiq Uyg'urlarga tunussam, bir xo'shallik ish bo'ladi. Shunga sizlarning fikringlar shunday muhim. Ko'proq taqib qo'ysanglar, ko'proq insonlar bundan huzurlansa va bo'lsa san'atkorlarimizni parlatsak texim yaxshi bo'ladi. Buldamsa bu Ramazanның oxirgi haftalarida mo'laga texmo ko'ngillik, xo'shallik Ramazan bo'lsin. Yet kelib o'tadi. Yetdimi oilanglar bilan, atrofingdagi do'stlar bilan xo'shal qo'ram o'tkazishni umid qilaman. Bundan esa Allohga omonat.